Bir kunda shuncha emotsiya, shuncha события. Выходной kunimizni boshlanishidan boshlaymiz. Kecha qizlarimiz quloq miyamizni yegan, ayajon dadajon, ertaga ukrasheniyalar olishga boramiz magazinga yangi yilga deb. Bolalardan ham battar men qiziqib yotibman-ku, har xil parik-sariklarni kiyib. Erim yoshingga yarashadigan ishni qil deb aytdilar. O'tgan safar videomda erim desam, uyalmaysizmi? Erim deb aytishga deb menga bittasi yozib yuboribdi. Nima deb aytay? Begim deb aytaymi? Ilxo'jayinim deymi? Nima deb aytsam sizga yoqadi? Siz uchun yashayman-ku. Men uyga ukrasheniyalarni olganimizdan keyin ularni qizlardan berib yubordik. Erim bilan halol magazinga kirib, shunaqa ko'p ishlarni oldik, uyga kerakli narsalar. Ismaloqda 1 kilosi adashmasam 800 rubl edi. Короче, bugungi somsamiz вообще mix. O'zi kartoshkalini отдельно, ismaloqlini отдельно, go'shtini отдельно qilmoqchi edimki, o'zim birdaniga o'ylab qoldim. To'g'ri, hammasini rivadnom qo'rsam nima bo'lar ekan deb. Sahar ertalab 9 da turishim bilan kelinim xamirlarni qilib tashlagan edi. Bilasizlar-ku, xamirlarni o'ynatib yoyib tashlayman. 5 suvola o'pshi xamir chiqdi. Hammasini chiroyli qilib o'rtalariga sariyog'larni surkab morozinlikka tiqib qo'ygan edi. Boshlanishda somsani o'zim qilib boshladim. Keyinchada esimga tushib ketdi. Qizlarim katta dedim. Bu yoqqa kelinglar dedim. O'zimdan korolevani yoqib ish berib o'tirdim qizlarimga. Aslzoda kelib bir pasda sizlarga telefonini maqtanishni boshladi. Yangi telefon olib bergandik. To'ba, уже 2-sinf 3-telefonini ishlatishida. Men birinchi marta 9-sinfda bitirganimda telefon olib bergan ekan menga babujonim. Voy, biram yaxshi ko'ramiz, maqtovlarni eshitib o'tirishdi. Qornim to'q bo'lsa ham qulog'imda yaxshilab tozalab erimga yonib o'tirdim. Maqtovlarini atidi yaxshilab eshitdi. Palavinkam har doim kuladi. Muncha maqtovni yaxshi ko'rasan deb, maqtovni yaxshi ko'rmaydigan odam o'zi bo'larmikan? Har doim kompliment qilish kerak. Bitta insonni faqat yomon deyaversangiz, o'sha inson yomon bo'lib ketaveradi. Qani yaxshisan deyinchi, u uyalgandan ham yaxshi bo'ladi keyin. Erim ukamga telefon qilib sizlarga somsa berib yuboryapmiz deb dastlabda chiqarib yubordik. Do'stlar, shu videoga like, podpiska bosmasalaring xafa bo'laman.